Bugungi videomizda Avelo tikuv mashinasini zakrutka chokka o'tkazishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta dona shunaqa yuka plastina atverka. Mashinamizga plastinani qo'yib olganimizdan keyin iplarini qanaqa sozlash kerakligini ham tushuntirib o'tamiz. Siz esa videoga bitta like bosib, qo'ng'iroqchani qizartirib qo'ying. Biz esa ketdik. Birinchi navbatda mashinamizda turgan o'zini original plastinasini yechib olamiz. Plastinamizni yechib oldik. Original plastina va chaqlangan yuka plastinani farqini ko'rsatib o'taman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, original plastinada 0,7 mm chok tikish uchun qalin plastina turibdi. Zakrutka tikish uchun mo'ljallangan plastinamizga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 0,2 uzog'i 0,3 mm gacha tikish uchun mo'ljallangan. Ingichka plastinamizni mashinaga qo'yib olamiz. Plastinamizni mashinaga qo'yib olganimizdan keyin chap tarafdagi mashinaga qarab o'tirganda chap tarafdagi ninani yechib olamiz. Ninani yechib olish uchun bizga shunaqa atverka kerak bo'ladi, shestekranlik. Chap tarafdagi ninani yechib olganimizdan keyin igna bolti yo'qolib qolmasligi uchun ignani boltini joyiga qotirib qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz plastina bilan pichoqni oraliq masofasini to'g'ri sozlab olamiz. Pichoqni bolti shu joyda joylashgan. Bu past pichoqni surish, o'ngga yoki chapga surish uchun sizga kerak bo'ladi. Pichoqni chapga plastinaga yaqinlashtirib olamiz. Tepa pichoqni bolti shu joydan bo'shatiladi. Tepa pichoq ham chapga ozgina suriladi. Pichoqlarimizni kerakli joyga surib olganimizdan keyin bitta kichkina material olib, tikib, ipni sozlash uchun tekshirib olamiz. Xo'p, zakrutka chokka to'g'rilayotganinglarda ahamiyat berishinglar kerak bo'lgan joylari chokkini yirik mayda qilish va materialni cho'zib tikish yoki yig'ib tikish moslamalarini to'g'ri sozlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda materialni yig'ib tikadigan jarayonda turgan bo'lsa, uni ozgina cho'zilib tikadigan jarayonga to'g'rilab olamiz. Sal cho'zib tikishga to'g'rilab oldik. Undan keyin mashinani chokini ozgina maydalashtiramiz. Mashinamizni ham choklarini maydab oldik. Endi bitta tikib ko'ramiz. Keyingi qiladigan ishimiz iplarni regirovkasi bo'ladi. Xo'p, mashinamizni chotki biza xohlagandek yumshoq va mayin tikish uchun ipini ozgincha kerakli darajada regirovka qilib olamiz. Asosan zakrutka chokda 3 va 4 ip katta rol o'ynaydi. Pastga chiqib ketishi yoki tepaga ko'rinib ketishi, xunuk ko'rinishi 3-4 ipdan regirovka qilinadi. Hozir bizda 4-ipimiz sal bo'sh, 3-ipimiz sal qattiqroq bo'lishi kerak. 3-ipimizni ozgina qotiramiz. Xohlasa mashinamizni biz xohlagandek chiroyli tikishni boshladi. Sizlarga yana qaysi tikuv mashinalarini qanaqa jarayonlari qiziq, Avelo, to'richoq, rashma, petla, tugma izohlarda yozib qoldiringlar. Bu bo'yicha ham xuddi shunaqa ko'rinishda videolar qilib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.